Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Demak, bugun ikkita yangi bemorimiz qirsilachi osilish jarayonlari disk uchrasi belgi rejasida rostdan bular oldingidan yaxshiroqmi yoki har ham og'riqli bormi? Hammasini so'rab o'zlaridan bilishimiz mumkin bo'ladi. Aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Demak, akalar o'zingizdagi bo'lgan holatlar oldin qanaqa edi va hozir qanaqa, shularni bitta aytib berishingiz to'g'ri keladi. Demak, birinchi sizdan boshlaymiz. O'z tanishtirib, oldin kelganingizda og'riqlar qanaqa edi? Shuni bitta aytib bering. Assalomu alaykum. Men Akbar Yusufjonman. Birinchi safar kelganimda oyog'imda, keyin belimda, pozonochkimda og'riq bor edi. Qaysi oyoqqa berardi? Chap oyog'i berardi. Bulada chap oyoqqa berardi, tizidan pastki boldir qismida demak. Xo'p, boldir qismida og'riq bor edi. Sizda qaysi joyda og'riq bor? Kommentariyada yozib qoldiring. Davolamoqchi bo'lsangiz, shu nomerdagi bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Aka, necha millimetr edi? Qaysi pog'onada esingizda bormi? Pog'onasini millimetr. 4 edi, adashmasam. 4 millimetr. Ha. Demak, 4 millimetr bilan bu ikkinchi kelishadi. Undan necha foiz yaxshi? Undan ancha yaxshi, ko'z to'ymasin. 50 bormi? Bor. 50% yaxshi. Bu safar xudo xolisa yana mashq qilib beramiz. Undan ham yaxshi qilishga harakat qilamiz. Aka, endi sizdan assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men ismim Azizbek, Xorazmdanman. Xorazmdanlar ekanmiz. Bir hafta oldin keldim. L5 6 mm, L5 7 mm. 6-7 ta katta nahang rejada bor. Oluna qanaqa? Hozir yaxshi xudo. Oldingidan zo'ra. Endi necha foiz taqdinglar? 50 bormi? Gapni qatdan qatga aytavering, shuni aytib o'ting. Bo'ksam og'rirdi, keyin ertalab turganimda belim qotib qolardi. Bu sog'riq bel qotib qolishi bilan tashrif buyurganlar, demak, asosan qaysi bo'ksa? O'ng taraf. O'ng tarafda bo'ladi og'riq bo'lgan. Demak, bo'ladi chap, bo'ladi o'ng, adashmasam. Demak, bu og'riqlar bilan hozir 50% yaxshi qizdirish osilish jarayonlarini kuzatamiz. Grij yoshlari bormoqda, akalarimiz hali yosh. Cho'tki qilib berishingiz kerak, hali uy-joy to'y qilish kerak bo'ladi. Hammasida og'ir ko'tarish to'g'ri keladi. O'sha og'irligi xudo xolisa tayyorlab beramiz. Mashqlar, trenirovkalar bilan o'zlarini sekin baquvvat qilib oladilar. Biz uyga vazifalarni beramiz. Ketdi akalar, qani manual terapiya qizdirish jarayoni. Demak, do'stlar, qizdirish jarayonlari 3 ta bemorimizni qizdiryapmiz hozir. Mana sizlar suhbatini ko'rgan 2 ta bemoringlar va uchinchisi ham begini bo'lmagan o'zimiz tog'amiz. Oldingi safar videoga chiqqanlar, oldingidan ko'z tegmasa ancha yaxshilar. Demak, 3 ta bemorimizni hozir qizdirish, qirsillatish, osish jarayonlarini kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Demak, rejalarni davlatmoqchi bo'lsangiz, o'sha gap shu pastdagi nomerga bemalol murojaat qilasizlar. Tashrif buyurib, yotoq joylar, ovqatlar hammasi ichida bemalol navbatga yozilib, 10 kunlik joylarda odamlar charchadi. Bir sutka ichida inshaalloh effektli bo'lib, keyingi sutkalarda yana yaxshi bo'lib ketasizlar. 10 kun emas, bizda muolaja 1 kungina bo'ladi. Demak, qizdirish jarayonlari bo'lsa, mana shunaqa oyoqqa urish orqali qizdiriladi va qizdirganimizdan keyin barmoqdan osganimizda oyoqlarda travma yuzaga kelmaydi. Oyoqlarimiz tortishib qolmaydi. Tortishmasa, biza o'zimizni qattiq qo'ymaymiz va osilish jarayoni yaxshi bo'lib, umurtqa pog'onasi bo'shashib, umurtqa cho'zilib, griji kichrayishiga olib keladi. Shu uchun boya aytdilar, mana 6-7 millimetrlik grijalarni endi kichraytirib berish uchun bu yerga tashrif buyurganlar biz bo'lsa shunga harakat qilamiz. Demak, o'sha yengillik bo'lib, osilishga qulaylik qilib qizdirib olsak, osilish ham yaxshi, bizlar ham yuzimiz yorug', akamiz ham xursand bo'lib ketadilar. Faqat bu emas, hammaligini qizdirib olsamiz, demak, qizdirish jarayonlari. Sizlarda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, belgi rejasi bo'yicha mana shu kommentariyalarga yozib qoldiravering. O'qigan holatda o'sha savolingizga video tarzida javob chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Biz ham video uchun mavzu har deb topa olmaymiz. Mavzu har doim sizlarning ichingizda bo'ladi. Shu uchun albatta sizlarning savolingizga video qilib chiqarishga harakat qilamiz. Qizdirish jarayonlarini yana kuzatamiz biroz, keyin qirsillatish jarayonlari. Bo'sh berasiz, bunisini to'g'ri qilasiz, to'g'ri qiling, xo'p. Bo'sh. Oppa! Yoshlarda bel qirsillashi juda ham zo'r bo'ladi. Bo'sh qo'yamiz, bo'sh. Voy, shaqillab ketdi, qirsillash zo'r. Osmonga qarab olamiz. Endi bo'lsa, oyog'ida mana boylash uchun soldatlar shay turishibdi. Demak, bular boylashadi. Keyin bo'lsa oyoqlarni tortib osish jarayonlari bo'ladi. Men unga qo'llarni qizdirib turaman. Bo'sh. Bo'sh qo'yamiz, bo'sh. Hop. 1 2 3 4 5. Bo'sh. Oba, ko'rdingmi?
bo'yinlarini. Mana oyoq bittasi tortildi, bo'sh. Hop. Bo'yin tortildi, oyoq bittasi hozircha tortildi. Ikkinchi oyog'i ham tortib, osish jarayonlariga tayyor bo'ladilar. Keyin olib chiqib, barmoqlardan osib olamiz. Oyoq osmondan bo'lib ketganda qanaqa taassurotlar bo'lishini o'zlari sizlarga aytib berishlari mumkin bo'ladi. Tugagandan keyin. Mana ikkinchi oyoq tortildi, endi ketdi aka. Demak, mana osilish jarayonlari o'zingiz kuzatishingiz mumkin do'stlar. Demak, ketdi, osilamiz. 1 2 3. Hop, mana akamiz. Demak, sekin tushamiz. 1 2 3. Bizda 3 ta zarba beriladi akalar asosan. Ko'pincha zakaz qilib bundan ham ko'p urdirishadi. Xudo xolasa osilish jarayonlari o'tdi. Hozir ulardan taassurotlarni so'raymiz. Jigar qanaqa bo'ldi? Yaxshi. Qiyin bo'lmadimi? Yo'q. Barmoqlar joyidami? Joyida. Osilishini qiyin emas-a? Yo'q. Tavsiya qilasizmi? Ha, tavsiya qilaman, albatta kelinglar, yaxshi bo'lib ketadi. Gap yo'q, bu safar mashq qilib beramiz. Inshaalloh mashqlarni qilasiz. Bundan ham xudo xolasa 50% emas, 70-80% ga bu kursini o'zida olib chiqishimiz kerak. Keyingi kursiga deyarli ish qolmasdan faqatgina millimetr kichraytirish uchun kelishingiz kerak, hech qanaqa og'riqsiz. Rahmat, sog' bo'ling, qonun kirib yotib olasiz. Ikkinchi bemorni qirsilash osish jarayonlari. Demak, yonboshib olamiz, mana ikkinchi akamizning qirsilash jarayonlari. Eshittiringmi bularni qirsilashlarini mikrofon. Xo'sh. Hoppa, gap yo'q. Ikkinchi tarafga qirsilatamiz. Bo'sh qo'yamiz, bo'sh. Hoppa, endi barmoqdan osish jarayonlariga tayyorlash boshlandi. Bo'sh qo'yamiz, bo'sh. Hoppa. Ko'rdingmi? Bo'sh qo'yib berasiz. Hop. Hoppa. Bo'sh. Hoppa, gap yo'q. Bo'yinni tortib olaylik chipni. Bo'sh. Hoppa. Mana hozir oyoqlarni demak tortib olamiz, boylangan. Hoppa. Ko'ryapsizlar, ikkita oyoq boylandi, endi osilish jarayonlari ketdi aka. Kirjasi borligi ham o'xshaminglar, oldingidan ancha yaxshilik ko'rsatamiz. Bir osilib olamiz aka. Bir ko'ringlar. Nima gap nima so'z? 1 2 3. Protseduralar qiyin emas. Okalarimiz bo'sh. 1 2 3 4 5. 5 tur bordim akamizga. Vop shunday. Agar bizga misol uchun birinchi kelgan bemorni olmaymiz. Ikkinchi, uchinchi muolajada olamiz. Nimaga? Ikkinchi, uchinchi muolajada olganimizda effekt boost. O'zidan o'zi kelishi man yaxshimi, zo'rmi desangiz, u sразу effekt bo'lmasa, u yolg'on bo'lib qoladi. Shuning uchun akalarimiz ikkinchi, uchinchi kelganda olamiz. Hozir mana akamizni ikkinchi kelishlari agar barmoqlar og'riganda kelmasdi. Yo'q, bunaqa 5 ta zarbalar akamga berib tashlaganimda barmoq qiynasa kelmasdi. Aka barmoq qiynamadimi? Yo'q, zo'r. Osilish osonmi? Maslahat berasizmi? Maslahat bermay, kelinglar, tavsiya qilaman. Gap yo'q, sog' bo'ling. Mashq qilib beramiz, hammasini bajarasiz, xudo xolasa. Shu mikrofonni olaman, xonakka kiraverasiz. Demak, do'stlar, yana shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, mana shu nomerga murojaat qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zingizni asrang, keyingi videolarda yana xudo xolasa ko'rishamiz. Sizlar bilan diskussiya mutaxassisi Xurdin Salohiddinov hamda ikkita yangi bemorimiz bo'ldi. Sizlarni ham xuddi shunaqa davolab berishimiz mumkin, grijaylar bo'lsa. Sog' bo'ling.